va o'rta biznes subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, ushbu sohadagi yangi loyihalarni hayotga tatbiq etish orqali yangi ish o'rinlari yaratish, aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish borasidagi istiqbolli imkoniyatlar yaratiladi. Binobarin, mamlakat taraqqiyotidagi asosiy mezon bu tadbirkorlikdir. Aholi zich joylashgan Farg'ona viloyatida yurtdoshlarimizning daromadlarini oshirish yo'nalishidagi ushbu chora-tadbirlarda biznesni qo'llab-quvvatlash banki tomonidan bir qator yangi loyihalar amalga oshirilyapti. Raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, 2024-yilda tadbirkorlik yo'nalishiga 550 milliard so'm kredit mablag'lari ajratilib, 6300 dan ziyod ish o'rinlari yaratildi. Quva tumanida dehqonchilik va bog'dorchilik sohasidagi maktablar qatorida endi gulchilik maktabi ham tilga olinyapti. Mirishkor gulchi yigit Husniddin Semirovning gulchilik borasidagi tashabbuslari biznesni rivojlantirish banki tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Men Quva Betakror gullar emchisi rahbari Temir Husniddinman. Hozirda biznesni rivojlantirish banki tashabbusi bilan mazkur hududda 140 nafar aholi tomonidan tayyorlanayotgan atir gul ko'chatlari, xrizantima, dekorativ ko'chatlar, daraxtlar yetishtirib, hozirgi kunda agrotexnikalarni, shularni ektirib, ishlarni olib boryapmiz. Hozir kelgusi yilda mashq qilinayotgan ko'chatlarimizni 2025-yil, 2026-yillarga yana ham rivojlantirib, qo'shni davlatlarga eksport qilib, bu yerdan hozirgi samarali foydalanish uchun aholiga hammaga ko'chat bilan yetishtirish bergan ko'chatlar ekilyapti, gul ko'chatlari ekilyapti. O'shalarda har bitta tomorqa yer egalarini 60-70 million so'm daromadga olib chiqib, shularda samarali foydalanish bilan ishlar tashkil qilib ishlayapmiz hozir. Har bitta olgan odam 10 sotikdan yer olingan, o'shalarda gullarni ektirib, dekorativ ko'chatlar ektirib, shuni ustida ishlab kelyapmiz. Agrotexnikalari hammasi o'z vaqtida bo'lib, mana bank tomonidan misol kamchilik yo'q, hamma yo'q, yaxshi bo'lib ishlar yurgizib, agrotexnikalarni ishlatib olib boryapmiz hozir. Hozirgi paytida urug'imiz danaga kelyapti, atir gul ko'chatini urug'ini ekyapmiz. Dekorativ ko'chatlarimizni ektiryapmiz. Archa ko'chatlari hozir asl mavsumi bahor bilan kuz oyida ekish kerak. O'shalarni ektirib, gul sensalar qo'yilyapti yerlarga hozir mana hamma o'zi ishini bilan jalb bo'lgan yer egalari hammasi ma'lum ishlab urug'larni ekishyapti. Vazirlar Mahkamasining 2020-yildagi 709-sonli qaroriga asosan Quva tumani Yangichek MF hududida joylashgan 108-konturida 15 gektar yer maydoni ochiq elektron auksionlar orqali g'oliblar aniqlanib, 140 nafar aholi tomonidan uzoq muddatli ijara asosida yutib olindi. Biznes rivojlantirish bankimiz tomonidan bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida atirgul, xrizantema, manzarali daraxtlar ko'chatlarini yetishtirish maqsadida agregator tanlab olingan bo'lib, kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash davlat dastur doirasida va mazkur hududda faoliyat yuritayotgan fuqarolarga dehqon xo'jaliklari tashkil etilib, har biriga 50 million so'mgacha bo'lgan jami 400 million so'mlik kredit mablag'lari ajratib berildi. Shuningdek, bankning 110 million so'mlik homiylik mablag'lari hisobidan gulchilik showrumi tashkil qilindi. Hozirda qurilishlar yakuniga yetkazilmoqda. Bugungi kunda mazkur yer maydonida yetishtirilayotgan atirgul ko'chatlarini eksport qilish rejalashtirilmoqda. Bugun viloyatda yangi yo'nalishlardan biri qo'ziqorin yetishtirishda ham bir qator yangiliklarga qo'l urilyapti. Qisqa fursatda bank ko'magida ushbu soha ham serdaromad yo'nalishlaridan biriga aylandi. Hozirda Farg'ona, Marg'ilon shaharlari hamda Furqat tumanida o'nlab oilalar aholi dasturxoniga va eksportga qo'ziqorin mahsulotlari yetkazib beryapti. Muhtaram Prezidentimiz hududlarga tashrif davomida banklarga bir qator vazifa va topshiriqlar belgilangan bo'lib, bular asosan aholi daromadligini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, serdaromad mahsulotlarni bo'sh turgan tomorqalarda ekish vazifalari yuklatilgan va mazkur vazifalarni bajarish maqsadida banklarga asosiy ustuvor vazifa 4 ta tajribani mexanizmi yaratib berdilar. Bular Sayxunobod tajribasi, Uch tajribasi, Zarbdor va G'ijjon tajribalari amaliyotga joriy etildi. Bularni amalga oshirish bilan bir qatorda buni moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida bir qator instrumentlar amaliyotga joriy etildi. Biznes rivojlantirish bankiga biriktirilgan mahallalarda va filiallarda, mavjud filiallarimizda tadbirkorlar bilan 3 tajribasi asosida muammolarni joyiga chiqib o'rganib, 50 dan oshiq uchrashuvlar tashkil etildi va 800 ga yaqin tadbirkorlarda muammosi qamrab olinib, 1300 ga nafar yangi ish o'rinlari yaratilishga erishildi. Bulardan mana Marg'ilon shahrida Nadirmat ko'chasida joylashgan tadbirkor 3 to'la oilaviy korxonasining muammosi o'rganilganda
mazkur xonadonda qo'ziqorin yetishtirilayotganligi va mazkur faoliyatni rivojlantirish uchun 100 million so'm bank kredit mablag'iga ehtiyoji borligi aniqlandi. Mazkur kredit mablag'larini ajratish hisobiga xonadonda hozirgi kunda 4 ta yangi ish o'rnini yaratish bilan birga aholi daromadini oshirishga erishildi. Hozirgi kunda mazkur xonadonda yiliga o'rtacha 400-500 million so'mlik tayyor mahsulot ishlab chiqarilib, ichki bozorga yetkazib berilmoqda. Biznesni rivojlantirish banki tomonidan xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirishga, ular uchun yangi ish o'rinlari yaratishga alohida ahamiyat qaratilyapti. Feruza yaqindagina mana shu tikuvchilik korxonasini ochib, ish boshlagandi. Korxona mahsulotlari sifati, zamonaviyligi bilan nafaqat ichki bozorda, balki xorijda ham qisqa fursatda o'z xaridorlarini topib ulgurdi. Dastlabki mahsulotlar Rossiyaga eksport qilindi. Hozir korxonamizda biz mavsumga qarab ichi-nachos mahsulotlar tikyapmiz. Toza paxta mahsulotlaridan bolalarimiz uchun sportivniy kostyumlar tikyapmiz eksportga. Hozirda biz 20 kishini ish bilan ta'minlaganmiz. Xudo xolasa kelajakda shu ishimiz yaxshi bo'lib, zakazlarimiz bo'lib tursa eksportga 200 kishiga yetkazish niyatimiz bor. Bunda biznesni rivojlantirish banki juda ham katta yordam qildi. Minnatdorchiligimni bildiraman. Shu yordami tufayli mana qanchadan qancha ayollarimiz ish bilan ta'minlandi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan berilgan topshiriqlarga asosan Sayxunobod tajribasi asosida Farg'ona viloyati biznesni rivojlantirish bankiga biriktirilgan 116 ta mahallalarda har birida 30 tadan mikroloyihalar amalga oshirilib 102,6 milliard kredit mablag'lari ajratildi. Buning natijasida 6,5 mingga yaqin ish o'rinlari yaratilishiga erishildi. Jumladan Farg'ona shahri Ibn Sino mahallasida faoliyat yuritayotgan Kirgili Zamin tekstil xususiy korxonasiga trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun 2 yil imtiyozli davr bilan 7 yil muddatga dastlab 100 million, ikkinchi bosqichda 300 million so'm imtiyozli kreditlar ajratildi. Buning natijasida 20 dan ortiq ish o'rinlari yaratilishiga erishildi va ishlab chiqarish quvvati 2 barobarga oshirildi. Hozirda bank tomonidan davlatimiz rahbari tashabbusi bilan belgilab berilgan topshiriqlar ijrosi bilan bir qatorda kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida o'nlab oilalarni kambag'allikdan chiqarish bo'yicha chora-tadbirlar belgilanib, amaliy ishlar boshlab yuborilgan.